har bitta anaqasiga ikkitadan yarim stolbik qilib olamiz. Mana shu chokiga keldik. Har bitta 5 ta chokli stolbikimizni har bittasidan yarim stolbik, ikkita. Bitta joydan ikkita chok, ya'ni zanjir chokimizni olamiz xolos. Mana. Qaranglar. Bo'sh qilib qo'yib to'qinglar. Bo'lmasa iplarni chiqarib olishinglar qiyinlashadi qizlar. Birinchi boshlanib o'rganayotgan qizlarga bu meni tavsiyam. Mana qaranglar. Har bittasidan ikkitadan qo'yamiz. Endi bu yog'iga shu olgan bitta yarim chokimizni olganimiz to'g'risigacha 1 2 3 4 5 6 7 zanjirni yarim petla qilib olamiz. Mana yarim, naketsiz yarim qilib olyapman qizlar. Mana ko'ringlar. Mana to'g'risigacha keldik. Endi naket bilan butun stolbik qilib olamiz. Naket bilan mana ikkita, bitta. Mana ikkita, bitta. Endi birlashtiramiz. Mana bitta chok, ikkita chok, uchinchi chokdan qizlar birlashtiramiz. Mana uchinchi chokimiz. Hozir mana shu uchinchi chokka birlashtirib olamiz mana qizlar. Mana endi bu ikkinchi qatorimiz bo'ldi. Endi uchinchi qatorga aylanmasiga o'tamiz. Ya'ni ikkita zanjir olamiz. Yana xuddi boyigini takrorlaymiz. Har bitta joydan, bitta petla har bitta joydan ikkitadan olinadi. Bu nimaga qizlar? Aylana doira. Mana oyoqni aylanasi uchun. Bo'lmasa agar ikkitadan olmasanglar, unda aylana doira ham bo'lmaydi. Keyin tortishib iplar kam olgan iplar shunda bilinib ko'rinib juda ham xunuk bo'lib chiqadi. U biza o'ylagan oyoqni tegi to'qilishi bo'lib chiqmaydi qizlar. Mana har bitta joydan mana ikkitadan petla olyapmiz. Mana ikkitadan stolbik naketi bilan olyapmiz qizlar. Mana ko'ringlar. Mana bu yerda ham ikkita olingan ekan. Buni ham bunaqasiga petlyasiga har bitta tochkasidan ikkitadan ilib olamiz. Naketli stolbikka. Endi shu bilan qizlar mana shu oxirigacha aylanib, yana shu joyga kelishamiz. Esinglardan chiqmasin, har bitta mana ikkitadan olgan joyimizdan ham ikkitadan olib ketasizlar. Lekin bu yog'ini yarim stolbik emas, hammasini butun stolbik qilib to'qib olamiz qizlar. Mana ko'ringlar. Mana butun chok bilan olib kelyapmiz. Bu aylanamiz hammasi butun chok bilan bo'ladi. Naketli butun chok. Mana endi har bitta tochkadan ikkitadan butun chokli naket olamiz. Mana bu bittasi. Mana shu joyga yana solib ilib olyapman naket bilan qizlar. Naketim chiqib ketibdi. Sizlar shoshmasdan to'qinglar. Mana naketi bilan har bitta tochkadan butun naketli ikkita qilib to'qib chiqaryapman. Mana naket. Mana
mana. Xo'sh, bu yerda mana bitta. Mana ikkita. Endi bu yog'ini ham shu holda oxirigacha bitta nakitli stol bekchakini to'qib boramiz oxirigacha. Mana ko'ringlar qizlar. Sizlar ham shunaqa to'qisanglar, sekin shoshmasdan, ipni qattiq tortib olmasdan